Lekin hammaga Andijon mana tovuq bozorining ichida quyonlarning narxlarini bilib ketamiz. Aka, nech pul quyonlar? 150 mingdan aka. 150 ming so'mdan. Bozor nech pul qildi? Asa 120 ming qilinibdi, berilmabdi. 150 ming so'mdan bo'lish, ha? Bo'lish 150 ming so'm ekan. Bunimizchi? Ayting buni ham. 200 ming so'm kami bor ha buni. Bozor nech pul qildi? 170 qilinibdi, berilmabdi. Nech kilocha go'shi bor taxminan? 3 kilodan oshirdi. 3 kilodan osha go'shi bor ekan. Erkak ya bu? Ha, bo'ldi. Rahmat. Bu ham sizdanmi? Aka, sizdanmi? Videoga olyapman. Nech pul aka bular? 150 ming so'mdan donasi. Kamichi aka? Bum bilan, ha, mana ikkovsi. 150 mingdan ekan mana. O'zi chiroyli qo'yon ekanda. Bularimiz aka? Qo'ralar. 50 ming 60 ming beramiz. 50 ming 60 ming tanlab olishga qarab kelishilaveradi ekan. Aka, bunimizchi mana? Chiroyli qo'yonlar. Karli baranlar parasi 450 ming so'm, ular 350 ming so'm. Parasi 450 ming ekan. Kami ham bormi aka? Bor aka. Ozgina ham bo'ladi ekan. Bularimiz 350 mingdan beriladigan. Zotin nima dedingiz? Karli baran split. Karli baran split ekan. Aka, nomerda ayting. 50 50 108 108 0068. 0068. Aka, ko'pa bunaqa qo'yonlar. Ko'p ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar ekan. Har bozor chiqarsa, Uyda ham sotamiz aka. uyda ham sotilaverar ekan. Telefon qilsanglar, xudo xolasa topib beradigan har xilidan. Mana bunaqasidan ham bor, bunaqa qimmat qo'yonlar ham bor ekan. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Bormi aka? Assalomu alaykum. Nech pul ekan aka? 100 mingdan. 100 ming so'mdan tanlab olishi. Ha, tanlab olamiz. Kamichi? Ha? Kamichi? Yo'q. Kami yo'q, ha? 100 mingdan bo'lishini. Bo'lishini aytyapti mana 100 ming so'mdan. Moy kilosi bir so'm. So'rab qo'yamiz aka. Aka, bularimiz-chi mana bular? Bular 70 mingdan. Kaliforniya. 70 ming so'mdan Kaliforniya. Tanlab olishi. Aka, o'tib ol. Aka, bu ham sizdan ham o'qlar ham. Hop, oxlanadi. Aka, nomeringizni qo'yib ketaymi? 93lik. 93lik 125 125 4300. 4300. Ismingiz nima edi? Mansurlik. Mansur akaga aloqaga chiqsanglar. Pandalar bor. Ko'p bunaqa qo'yamiz. Panda sero. Pandasidan ham ko'p ekan. Serop ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Quyon so'raganlar ham ko'pda aka, ashunga. Aka, rahmat. Aka, nech pul ekan bular? Aka, uni 160 mingga beraman. Donasi. Yo'q, bular 200 ming. Bular 200 ming. Hali pulini bilib ketaylik mana shu. Bu 200 ming, 150 ming, Bunisi ham 200 ming. 200 ming. Bollarichi? Dollar 50 ming so'm. Bollari 50 ming so'm. Bu 150 ming so'm. Kami ham bormi buni? Kelishasiz. Nomer qo'yib ketaymi? Ayting. 95lik 881 35 32. Aytilgan narxdan kami bor, bemalol kamini so'rasanglar bo'laveradi. Ko'p aka bu. Ko'p ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat. Bormi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, sizmisiz? Nech pul ekan aka? 250 ming deyapmiz. 250 ming so'm deyilyapti. Bo'lishini aytib ketaylik. 200 ming so'mga beriladigan mana. Nech kilo go'shi bor buni? 2 kilo yaqin chiqadi. 2 kilo yaqin bemalol chiqaveradi. Oqimizchi? 150 mingga beraman oqini. 150 ming? 150 ming so'mga. 150 ming so'mga beriladi ekan mana. Bularimiz-chi, oqlar? 120 ming so'mdan. 120 ming so'm. Kaliforniya olib chiqib. Bu ham Kaliforniya olib. 120 mingga beraveramiz. Bu ham 120. Berilaveradi. So'yib yesa bemalol bo'laveradiganlar ekan. Aka, nomerni ayting endi. 90lik 521 540 4349 ga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, quyon ko'pa hozir. Bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Har xilidan topib bera oladi, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat aka. Aka, nech pul? Aka, nech pul ekan? Siznikimi? 130 dan aka. 130 ming so'mdan. Ha, aytaman hozir. Bozor nech pul qildi? 120 qilishyapti. 120 qilishyapti ekan mana. Taxminan nech kilo go'shi bor bularda? Ular 1-2 kilodan. 1-2 kilo atrofi. Bu bolasichi? Bitta qoldi aka. 40 ming. 40 ming so'mdan bolasi bitta qoldi. Bunaqa quyondan ko'pmi? Ha aka, u seroq. Nomerni ayting aka.
93'lik. 93'lik 917 917 68 68 60. 60. Qanaqa quyon kelsa aloqaga chiq. Bo'ldi. Ismingiz nima? Abror. Abror akaga aloqaga chiqsanglar, quyon ko'p ekan, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bolasidan ham ko'p aka, 400 ta quyon bor aka. bolasidan ham bor ekan. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Rahmat. 20 ham Nech pul ekan aka? 35. 35. 35 ming so'mni tanlab olish, ha? 35 ming so'mdan mana tanlab olishi. Bollari. Necha oylik bo'ldi bular? 2 oy. 2 oylik bo'libdi mana bollari. Buchi oqlar. Ular 50 ming. 50 ming so'mdan ekan bular. Oqlar ham. Kami ham bormi? Sherzodbek 60-60. Kami ham bormi? 45 ming so'mdan beriladi ekan. Bularimiz. Nomeringizni qo'yib ketaymi? Ayting. 91. 91lik 060 060 1170. 1170. Aloqaga chiqaverasizlar. Quyondan ko'pa. Bunaqa quyondan ko'p ekan. Quyonni bolalari ham quyonni o'zidan ham bor, ha? Quyonni o'zidan ham bor ekan. Hali so'yilgani ham quyonlar ko'p, ha? So'yadi. So'yib yeydigan akalarga ham quyonlar ko'p ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi. Ha, bu. Aka rahmat, sog' bo'ling. Akalar shunaqa gaplar, mana fonni quyon bozorida aylandik. Hamma quyonlarni oldik. Akalar bozorda shovqin ancha-muncha eshitmay qolsa, yana inda turib eshitmayapsanmi deb yozmanglar akalar. Yo'q, Ben eshitilmay qolyapti mana shovqinda. Shuni to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Akalar hammaga omad. Rahmat, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa gaplar mana bozorda.